O'rtoqlar, bilarmidinglar, Titanik halokati paytida odamlar aslida nimani ko'rishgan? Bu video esa bizni adashganimizni yaqqol ko'rsatib berdi. Ko'pchilik odamlar buni shunaqa tasavvur qilishadi. Bu esa o'sha mashhur Titanik filmidan lavha. Lekin aslida esa holat mana shunaqa bo'lgan. O'zi Titanik fojiasi tim qorong'u tunda sodir bo'lgan va yagona yorug'lik manbai esa cho'kayotgan Titanikni o'zi bo'lgan. Lekin kemaning yorug'ligi tushib turgan bo'lsa ham, holat juda ham dahshatli bo'lgan. Biroq kema cho'kib ketgandan keyin yagona yorug'lik manbai ham yo'qoladi. Mana bu esa odamlar ko'rgan oxirgi tasvirlari edi. Undan keyin esa odamlar zim-ziyo qorong'ida cho'kayotgan baxtsiz odamlarni qamrovida qolgan. Bu esa biz o'sha kunda yana qanaqa tasavvur qilganimizga misol. Bu esa biz tasavvur qilishga ham qo'rqadigan dahshatli haqiqat. Agar sizda Titanikdan tirik qolgan insonga savol berish imkoniyati bo'lganda, nimani so'ragan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha